Karvan Sadası programının aziz görenmenleri, Kamina dinlerdin sizlerge Ali ehtiram. Bugün biz şu zaman kişinin kalbide yüksek etibara erişken halakatisi, özünün güzelliği, akıl parasiti, şundaqla rol iliş cihetdeki maharati bilen kişilerin kalbini lağlı kılgan merhume artistimiz Şatgül Uyg'ur bilen tanıştık. O kim o? Ha? Sofiya, bu keştiler kitapsız. Onun bilen toy doğruluk meselesi için ketip barıma. Kim bilen? Şöhret bilen, uxlamsız. Onun bilen jurvat qılıp bir neçe oldu. O hazır qayada? Köl boyda saxlap turdu. Hoş emsi. Seninizden toydunuz mu? Keçirin yigit. Maşinanızı çıkarsak yapamayız. Kız sensiz de. Siz. Koltukta. Yine bir de çok güzel. Bayınan siz ne? Jigit bitim de patdı mı? Oldu ne durumlar? Biz sizlerine ağlı kemidik. Vaqtsiz ko'chgan yulduz Şatgül Uyg'ur. Uyg'ur diyari Naqshi usul o'migining ko'zga ko'ringan riyosatchisi, talantli kino artisti Şatgül Uyg'ur 1960-yili 3-oyning 3-kuni Urumchida bir ziyoli oilasida dunyoga kelgan. Kichigidinla Naqshi usulga herisman bu qiz boshlang'uchni bitirishi bilanla Börtala san'at o'mikiga bali artistlikqa qabul qilinadi. Börtaladan iborat bu ko'p millatlik rayonda Şatgül Uyg'ur, Qozoq, Mo'ng'ol, Xitoy tilidan iborat 4 xil tilda riyosatchilik qilish va mushu tillarda naqsh etishdek alohidligi bilan o'makda tezlik ko'zga ko'ringanligi uchun 1975-yili Uyg'ur rayonlik naqshi usul o'makiga yo'tkab ketdi. Şatgül Uyg'ur rayonlik naqshi usul o'migida o'zining ajoyib talanti bilan ustozlarining alohida tarbiyalashiga erishdi. 1980-yili u Changchun kino studiyasi ishlagan Qalduqqar nomli hikoya filmda bir ishchi qizning rolini elish orqali o'zining tunji ekran hayotini boshlagan. 1981-yilining boshlarida Shiba millatidan bo'lgan atoqli rejissor Guang Chunlanni bu qiz o'zining o'zgacha go'zalligi va salobatligi bilan o'ziga mahliyo qildi. Shuning bilan 1982-yili Şatgül Ra'noning to'yidagi Sofiya obraziga taklif qilindi. Ben sizni böyle konu joyda kutib atqili bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirmisiniz bo'ladi. Nemish oldu? Ha? Necha kundan beri nimishqatsiz? Xizmat olanda. Agar siz meni rostimda tashlab o'taman deydigan bo'lsangiz, men darhol sudga boraman. Ne bilan davsiz qadrligim? Ha? Bugün ne bo'ldingiz? Chechilib chiqapsiz, ha? Siz Rahmatullah, Ra'nan yosindan tatib olmoqchimi? Nimalarni da'vatsiz? Sizda go'zal jonani meni tutsa, uni nim qilatim.
Bu yerde başka gap yok. Onu tağamıga tanıştırıp koy degen. Belkim işler bundaq osan emasdi. Rana bugun tushdan keyin qaytib keladi. Rostmi? Ishonmasangiz, aeroplan stansiyasiga chiqib qarab beqing. Shuhrat, biz to'yimizni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Men bu toza taqqiza bo'lyapman. Kechqurun koni jar berib, obdan maslahatishib olaylik. Bo'lamdi? Rasma? Shotgul rol elishdiki o'zgacha mahorati orqali kishilarning diqqatini qo'zg'aydi. U 1983-yili orqadanli ulapla artist bo'lmaydigan qizdiki shopir Hurriyatning rolini oladi. Qizchaq, yur. Rahmat sizga, Shokchi. Arzimaydi. Hey Shokchi. İsmimni chaqiring. Mening ismim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. Ishchi sirtqi artistman. İsmim Hurriyat. Bugun yo'l boshlab berganingizga rahmat. Emin Niyaz Shokchi. Adabsizlik bilan so'rab baqay. Siz qaysi yil tug'ilgan? 62-yil 5-oyda qandaq? Mana emasmi? Men taxsizdan 2 oylik cho'nkanman. Bo'pti, Emin Niyaz aka. At kunga yakshanba bizga yo'l boshlab bera olamsiz? Bu yerga tunji qatim kelishim. Albatta bo'ladi. Sizlar naqshusul o'mgidan deyman. Qandaq deysiz? Sizga qarab da'vataman. Nemishqa? Demakchimanki, shopirlarimiz sizga o'xshash chiroyli bo'lsa, Sizmi xeyli kelishgan yigitkansiz-ku. Zangla qilmang. Yaxshilikni bilmaydi ekansiz. Ayting, sizningcha meni taqdirqim rostli bo'lamdi ekan. Ko'zimning o'tkirligiga ishonmayapsiz? Andaqda sizningcha men, O'zim qo'yib turing. Ma'qul. Bir oyingni. Yeyman. To'xtang. Siz g'ach qiz kinosiga rajiga o'xshatgansiz. Rostmi? Nihoyat yaxshi. Onasim bor endi. Men birli aynakka qarab o'zimni rajiga o'xshatish ekanman. Ammo ba'zida biroq siz birinchi qator sezib oldingiz. Bu yoqqa keling. Chiqib bo'ling. Bo'ldi. Sizning oq qonshiringiz, yana ko'zingizning quyrug'i azroq joyida emas ekan. Shundaqdir. Buni mening nima amolim? Mushundaq tug'ilgan to'sa. Biroq mening bu kamchiliklarimni boshqalar sezmagandi. Asosiyatni aytgan yaxshi. Sizlarcha men rasmiy artist bo'la olaymanmi? 1984-yili Sirliq Karvan filmidagi Aynur va Maynurlardan iborat o'xshamagan muhit cho'ng bo'lgan bir juft qizning ikki xil xarakterini ekranda nihoyat muvaffaqiyatli yaratdi. Rahmat. Siz yordamsiz, mana ishlik qilmamsiz. Yo'q. Aynur. Men hargiz undaq qilmayman. Aynur. Siz bu bilezikni ko'rib baqqanmi? Aka. Mening akam. O hozir nerede? O qayerda? Karvonbeshi Hasan. Dal sizning akamiz. Yo'q. Uni Yusuf taqdim ishtiribdi. Endi mening hech qanday tuqqanim qolmadi.
ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizga bir so'z aytay. Ömer aka, bu yoqqa kiringlar. Xenim, qo'rqmang. Chimbilingizni qayirib etib, ular qarab beqing. O almasdi. Ömer aka, bu ikkisi del chiroylari o'pmi o'xshash qo'shkezak ochsinglar. To'g'rimi? Endi hamma ish oydin bo'ldi. Bu ikkisi 20 yilning oldida bechora ayol Lola tuqqan qo'shkezak ochsinglar ekan. 1986 yılı Xitay aktyorlar tarkibida Yapon, Singapur qatorliq davlatlarda ziyoratda bo'lib, shu el xalqlarining qizg'in qarshi elishiga erishdi. 1988 yılı 8 mart Dünya Ayollar Bayram kuni. Qanchalagan ayollar chiroyli kiyimlarini kiyib, bayram tantanasiga cho'mgan edi. Shuningga o'xshash Urumchi shahrimi bu xo'shallikqa hamdam edi. Qanchalagan ayollar ko'ngillik yig'ilishlarga tayyorlanayotgan va qanchalari o'zlarining bu xosiyatli kunni tabriklashib, bir-biriga sovg'alarni berishga oldirayotgan edi. Bu kunning yana kelib yakshanbaga to'g'ri kelganini demaysiz. Ammo Shotgul bugun hech yerga bormoqchi emas. Qaysi bir choy o'ltirishlarga bormaydi. U yanala o'zi yaxshi ko'radigan xizmati uchun oldirash edi. U Bug'di mehmonxonasida bo'ladigan kiyim ko'rgazmasiga riyosatchilik qilishga bormoqchi edi. Atdiganda hamma oila a'zolari atganlik choy ichib-o'tirdi. Shotgul oldirmoqda. Chunki u tezroq bormasa o'zining kechikib qoladiganligini biladi. Shunga dada, bugun Bug'di mehmonxonasida bo'ladigan kiyim ko'rgazmasiga bormoqchi edim. Kechikdiganda qilaman. Mashinangizda berib olsam bo'lamdi, dedi. Uyg'ur aka, bo'ladi qizim, bo'ladi. Men mo yig'inga bormoqchi. Men sizni opirib qo'yay. Opirib qo'yib, yo'limga ketsam bo'ladi, dedi. Shu oraliqda mashina eshik oldida signal berib qoldi. Uyg'ur aka, qizim, siz chiqib o'ltirib turing, dedi. Chunki Uyg'ur aka texi tayyor bo'lmagan edi. Shotgul chiqib ketib, 2 minut o'tmayla kuchli bir portlash ovozi anglandi. Uyg'ur aka va butun idoradagi cho'ng-kichik kishilarning hammasi yugurib talog'i chiqishdi. Bu chog'da Shotgul qon ichida vussiz yotadi. Mashinaning atrofida yaralangan şoför bir nimalarni deb vaqirg'inicha o'milab yuradi. Bugungi bayram xo'shalligi Uyg'ur akining uyida bir damdila motamga aylandi. Shotgul bu chog'da amdili 28 yoshning qarisini olgan Berna qiz edi. To'limi afsus, qizning hayoti qisqa bo'ldi. Qanotlarini paypalab amdili uchayotgan bir qush qora quyunning dashtiga duch keldi. Sharq sahnasidan amdili yongan bir cho'lpon yulduz o'chdi. Yo'q. Yulduz o'chdi degandan ko'ra yulduz ko'chdi desak bo'g'idek. U mushu zaminda tug'ilgan, mushu zaminda o'sgan, yana mushu zamin uni o'z bag'riga oldi. U qalblar osmoniga ko'chdi. Bu chog'da Shotgulning dadisi Uyg'ur Imunov va cho'ng dadisi Imunov Axun qatorliq 3 avlod kishilarning sarguzashtlari bir qiziq nuqta bo'lib,
kishilarning diqqatini boshqadan o'ziga tortdi. Kishilar boshqadan yiroq o'tmishga nazar selishga boshladi. Shotgulning dadisi Uyg'ur Eminov el suyar jamoat ishlariga ko'ngil bo'ladigan fazilatli kishilardan bo'lib, su ishlari nazoratiga nozir bo'lgan yillari Uyg'ur jamoati uchun nurg'un yaxshi ishlarni qilgan. Shotgulning cho'ng dadisi Eminov Axun 1947-yili 2-oyning 25-kuni Ürümchida yuz bergan Gomindangchilarning Ahmadjon Qosimi boshliq rahbarlarga qarshi qo'zg'agan 25 fevral voqeasida puhrochi kiyingan Gomindang askarlari tarafidan portlatib etilgan. Eminov Axun shu yillari birlashma hukumat tarkibidagi amaldorlarning biri bo'lgan Burhan shahidining shofiri va qo'g'dug'uchisi bo'lgan. Bu uch voqea tasadduqiylikmi yoki uning boshqacha bir sababi bormi? Bu hozirgacha bir sir edi. Shotgul Uyg'urning o'limi 1980-yillarning oxirida Uyg'urlar orasida yuz bergan ta'siri zo'r bo'lgan, xalq orasida qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan voqealarning biri bo'lgan. Bu yosh qiz yana tunji qitimliq terror hujumining qurboni bo'ldi. Shunga shoir Yosin Emin Shotgul nomida bir kitob yozib, uni yosh o'smirlar nashriyotida 1988-yilning oxiri nashr qildirdi. Kitobda Shotgulning dadisi Uyg'ur Eminov va cho'ng dadisi Eminov Axun qatorliq 3 avlod kishilarning sarguzashtlarini qisqacha bayon qilgan. Lekin uzun o'tmay bu kitob hukumat tarafidan cheklangan kitoblar tizimligiga kirgizilib, avtori Yosin Eminning yeziqchilik huquqi cheklandi. Yosin Emin garchi dangliq shoirlar qatorida bo'lmasa-mu, ammo yangidan ko'zga ko'ringan mulhusulliq shoirlarning biri edi. U yana yosh o'smirlar nashriyotining g'olliq tahriri edi. Shotgul Uyg'ur 80-yillarda Uyg'urcha kinolarda rol elib, yangidan ko'zga ko'rinayotgan yaramliq bir aktyor edi. Biroq u yosh hayotini badal qilib, bir kitob yozishga, ajdodlarning qismatlarini yo'ritishga, bir yozuvchining yeziqchilik huquqining mangulik cheklanishiga sabab bo'ldi. Shotgul Uyg'ur o'z o'limi orqali xalq qalbidan chunqur o'rin oldi. Xalqimiz bu faxrlik va suyumli qizni mangu eslaydi va unutmaydi. Elvida Shotgul Uyg'ur.